Azizxon, qachon mashina sotib olsam bo'ladi? Ajoyib kommentariy kelibdi akalarimizdan. Videoni ko'rayotgan insonlar bugun sotib oling aka. To'g'risida ertaga kech bo'lishi mumkin. Ko'pchilik uchun narx-navolar anchagina past. Realni hozir bozor sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsangiz aka, bozor 1,5 ming dollar, 1000 dollar anchagina arzon. Ertaga may oyining oxiriga borib turib narxlar yana ko'tarilish boshlaydi. Xo'p, bizni asosan Malibu olaman degan insonlar juda ham ko'p kuzatishadi, chunki Namangan avtomashina bozorida Malibu 1, Malibu 2lar eng ko'pini deyarli biz ko'rsatamiz desa ham bo'laveradi. Narxi arzon qolaversa, bir yilgacha nasiya savdo qilib gaplashsa bo'ladi aka. Bemalol 6000 dollarga mana shu avtomashinani bosib olsangiz bo'ladi. Har doim aytaman, ana chachab ketgan mashinalarni ham akalar palon pulga olib bosyapsizlar. Videoni ko'rayotgan insonlar jonlari yomon bo'lsa, akalar xonadoningizda bundan ham zo'r Malibularni olib haydash nasib qilsin. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Instagram sahifamiz ishlab turibdi, o'tib bemalol obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, ko'p gapirish yo'q. Ikkita Malibu avtomashinasi bor va bu tomonda Tracker dislarning hammasidan bor. Hojat og'a, assalomu alaykum. Sizomsiz? Mikrofonni sizga taqib qo'ying, ozgina suhbatingizni olamiz. Xo'p. Bu rangi ham chiroyli rang, faqat olifta chiroyli haydasanglar bo'ldi. 3 avtomat diskka 4 yumshoqlar qo'yilgan. Yili nechi buni hozir aka? 2013. 13. 2013-yil Malibu 1 birinchi pozitsiya bo'ladi. Xo'p. 3000 kilometr masofani bosib o'tdi do'stlar, ko'rishamiz seni. Audio sistemasi hamma yo'q, chiroyli, luki bo'lmaydi, lekin sostenasi zo'r. 4-paketli gazigacha bor aka. O'zingizda mana o'zingizni holatingizdan kelib chiqadi. Qancha yurgan? Hozir narxini ham so'rab beraman. Hozir tog'a narxi nechi pul edi? 9600 kelishtirib beramiz. 9600 kelishtirib beramiz. 600 kelishtirib berasiz. Xo'p, propan gazi ham bor. Propan gaz. Qo'lni shumka bo'lganmi bu? Qo'lni shumka bo'lgan. Qo'lni shumkasi ham bo'lgan, holati, chiroyli holatda minilgan mashina to'g'risi. Bo'ldi. 9000 atrofida qanaqa mashina olgan bo'lardingiz? Kommentariyga yozib qo'ying. Xo'p, haligi Azizxon rasxoti ko'p, unaqa demaydi, Gentra'dan kam rasxot to'g'risi. Benzinda ko'p ichishi mumkin, lekin gazda bir xil yuraveradi. Bo'ldi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska toza. Kraska toza. Kraska toza. 200 ming probeg. Radnoy kraskada. Bu motori 1.5 bo'lmaydi aka, 2,5 litrli motor turibdi atmosfernik. Propan gaz. Xullas, yer bilan osmon farqi bor, bilasizlar-ku. Xo'p. Nasiya savdoga ham kelishamiz dedik. Bir 5,5 ming 6 ming pullari bor ham aloqaga chiqishaversin. Qancha muddatga? 6 oy kelisharamiz. 6 oygacha o'zaro gaplashsak bo'ladi, nasiya savdo qilib. Kelisharamiz. Xo'p, bunisi ham sizdan Hojat og'a. Bizda hoji aka. Buni yili nechi? Bu 12. 2012-yil. Kraska toza. Jemshuk ekan bu. Kraskasi jemshuk deyishadi bizda. Xuddi shunaqa narxda holatda. So'z ko'rki maqol, yigit ko'rki soqol. Soqol o'stirmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun minoxidil 10% ligini tavsiya qilamiz. 5% dan ko'ra rezultat ko'p bo'ladi. Soch to'kilayotgan akalarimiz uchun akalar shampun variantlari ham bor. Bu piyozli bo'ladi. Originali do'stlar. Sochingizni oqarib ketgan insonlarga do'stlar soch qoratadigan mahsulotlarimiz ham bor. Bu joyda ko'rib turgan 100 dan ortiq mahsulotlar barchasi deyarli Hindiston mahsulotlari. Vitiligo, psoriaz, oq dog'lardan aziyat chekadigan akalarimiz bor. Qolaversa, prostatasida shamollash bor insonlar bor. Ana shu insonlarga ham do'stlar eng zo'r samarali yuzim Hindiston mahsulotlari bor. Qolaversa yuzdagi qora dog'lardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz ham bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Farzandingizni kindigida og'riq bo'ladimi, yo'tali bo'ladimi, shamollashga, hammasiga do'stlar barcha mahsulotlarimiz yetib kelgan. Hammasi 100% original mahsulotlar. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha bemalol dostavka qilib yetkazib beramiz. Bo'ldi. Kraska tozami? Kraska toza. Kraskasi toza. 120 ming yurgan. 120 ming kilometr yurdi. Xo'p, 120 ming kilometr yurdi. Mashina lekin yurgani zo'r ekan, qiziqtiradi aka. Birinchi o'rinda mashinaning yurgani qiziqtiradi aka. 120 ming probeg bu. Salonlari hamma yo'g'i ideal holatda. Xo'p. Buni necha pul beramiz, xo'ja aka? 9200 ga beramiz buni hoji aka. 9200 ga? Ha, 9200. Shu beramizmi? Aslida yozib tushib beramiz. Narxidan o'tib beramiz, ha? O'tib beramiz. Narxidan tushib beramiz, yana gaplashadigan joylari bor. 9200 dollar kelishasizlar. Buni ham aka pulni shunga qilib bo'lgan. Mashina o'zi jim, yana ham jim qilingan, to'g'risi. Ko'raylik. Propandan bu ham, tog'a? Bu Yo, benzinmi? benzin. Benzinda yurgan. Xo'p. 4 koreyskiy komposos bo'lon, avtomat diski, hamma yo'llar taqib bo'lgan, holati tiniq. Xo'p, benzin ekan akalar bu mashina. Gap yo'q, 120 ming benzin. Yili 13.
Gap yo'lga 9,5 bosib olish kerak. Xullas, 9,5 ming. ho'jaga barterlari bo'lsa nima qilamiz? Barter ham bo'laveradi. Barterga ham Ha, kelishaveramiz. Barter kelishaveramiz. Meni yurgan jentraslashib shu bo'lsa, farqiga kelishaveramiz. Barter ham kelishaveramiz. Gap yo'q. Bo'ldi. Oyma o'zishaveradi. Oyimiz o'shaveradi. Musofirlar ko'rayotgan video bo'libdi-da, xohlasa oyma soqqani olib ho'jaka bilan aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamingizni berib yuboring-da. 77lik 77 kodi bilan 259 259 22 22. Akalar bosinglar. Akalar telefoningizni qo'lingizga olib turib, raqamlarni terishga tayyor turing. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomat korobka 3-paysi bo'ladi. Mexanikasi bilan adashtirib qo'ymaysizlar. 6750 dollarga bemalol bosib olsanglar bo'ladi. 274 ming kilometr yurgan, salon assistensiyalari qilingan, do'stlar ko'rayotganingdek, obshipkalar polностью koja qilingan 3 avtomat korobka, magnitofon disklari hamma yo'llargacha bor. Videoregistrator avtomashina tayyor. Xullas, olasiz, haydaysiz bo'ldi. Oldi, orqasi, xullas aka bosib olish uchun tayyor. Malirovka hamma yo'llar qilib qo'yilgan, Amerikan Copter faralargacha bor. Mashinamiz temir gazlargacha bor. Narxi-ku hozir olaman desangiz ko'chadan qanchaga topasiz? 7000 dollarga topasiz yoki bo'lmasa 7200 dollarga topasiz. Biz sizga aka gaplashib turib 6750 dollar вообще bomba narx lekin. Xo'p, bitta narsa. Soat singari ishlab turibdi motorlari. 6 bosqichli avtomat korobka, gidrolik ABS konditsioner hamma yo'g'i bor. Motor hadoviga xudo xohlasa bexijolat deyishyapti. Gaplashiladigan joylari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamdan chiqadi, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telefon raqami necha edi? 91lik 363 0033. Aloqaga chiqinglar, balki egalarni ko'ndirsanglar, bundan ham arzonroq bosib olishingiz mumkin bo'ladi. Akalar, radnoy holatda Tracker avtomashinasini izlab yurgan insonlar juda ham ko'pda. Bu mashina to'g'risi ozgina jo'skiroq, lekin mes hadovoy qilib haydab yurishibdi. Gap yo'q. Lekin ham ishniligini to'g'risi tan olsa bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier Price do'stlar ko'rayotganingdek, akkuratni haydalgan, kruz kontrollari bor, avtoparkovkalari bor, do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar va mashinamiz shotki holatda. Xo'p, qancha yurdi bu? Bu 33 ming. 33 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Mashina holatda, go'zal holatda. Xo'p, necha pul o'tib beramiz buni, aka? Hop, buni aka 15,5 dan o'tsa beramiz, xudo xolasa. 15,5 mingdan o'tib qolsa beramiz. 2023 Tracker 2 radnoy kraskada bemalol narxini ko'rsatib, kraskasini ko'rsatib, narxini ham internetdan ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Salonlari hamma yo'g'i chiroyli qilib bo'lgan. Xo'p. Aka, faqat naqdmi yoki barter narsa? Naqdga gaplashadi. Barter ham bo'ladi. Barter ham bor. Barter ham bo'ladi. Meni turgan mashinalar bo'lsa, bu yerga gaplashamiz. Generallik ham bo'laveradi aka. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi 100% top toza. Top toza. O'yerinisiz. Boshliq charchamang. Ishlayapsizmi? RS oblishovkalargacha taqib bo'lgan, bu Trackerga yarashadi do'stlar, ko'rganmiz endi. Charchanib turibsizmi? Aka yaxshimisiz? Charchanib turibsiz? 1-2 turbina dvigatel bo'ladi. Расход o'rtacha 8 ta. Boshingizga qarang, 10 ta shunaqa turibdi ichadi. Xo'p. Endi narxi 15,5 dan o'tsa beramiz. Pastida-chi? Yo'q, 15,5 dan pastda. 15,5 pastda bo'lmaydi. Ham o'zimiz nomimiz. Yurgani qancha dedingiz? 33 ming. 33 ming. E'tibor bering, 50 ming, 60 ming, 70 ming emas, 33 ming kilometr yurgan. Xo'p, bunisini yili nechi? Bu 21 Zavodskoy Redline. Xitoy sborka. Xitoy sborka. Akalar, ko'pchilik mana ikkita Tracker avtomashinasi, men sizga shunchaki ko'rsataman, misol qilaman. Bunisi Xitoy sborka, bunisi O'zbekiston sborka. Kraskasini bemalol 100% toza ekkalasizlar. Javob tekshirib olsanglar bo'ladi. Lekin mana shu mashinada ikkita farq bor. Bitta farqi bor. Nima? Aka, bu yumshoqroq nisbatan. Yumshoq. Shuning uchun ko'pchilik Xitoy sborkani yaxshi ko'rishadi. Endi masalaga boshimdan o'tganini aytib beraman aka, meni ko'rganman mashinani. Hop, 61 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Gap yo'q, lekin panorama tomlari bor. Bu sepli motor bo'ladi do'stlar. Avtoparkovkasi bo'lmaydi. Yo'llar, rullarda kruz kontroli bo'lmaydi. Boshqa hamma ko'rinishlari deyarli hamma yo'g'i bir xil. Buni necha pul qo'yamiz aka? Buni 15,5 o'ziga beramiz. Ha, buni 15,5 o'ziga beramiz. 15,5 o'ziga beramiz, aka. Ana xolos. Nima bo'lyapti akalar, bormi? Xo'p, 33 ming yurgan, 61 ming yurgan. Lekin 2021 bu Zavodskoy Redline.
tanlash imkoniyati o'zingizni qo'lingizda. Qaysi birini sotib olgan bo'lardingiz? Xolisona fikringizni yozing. Bu 1 litrli turbina bo'ladi, bu 1.2 turbina bo'ladi. Motor obyomi O'zbekiston zborkaniki kattaroq. Mana. Haqiqiy o'sha 5 litr benzin ichadi deyshadi. Shunisi sinovdan o'tgani, bu real fakt. To'g'ri, sana ichimdan to'qib gapirmayapman-da. Xo'p, nasiyaga bermayman dedingiz-a? Ha, faqat naqdga barter xizmatlari bor. Barter xizmatlarimiz bor. Endi nasiya 1 oy, 1,5 oy, 2 oygacha kelishamiz. 2 oygacha kelishamiz. Ha, bor ekansiz, gapirib turing. Qancha bir 10 mingdan puli bor kelaversin. Kelasizlar aka. 10 ming puli borga gaplashamiz. Telefon raqamingiz? Hop, 97 lik. Hop, 680 74 74. qarasizlar, aslo kiyasanet deb qilolmay qoqadigan akalarimiz bor. Mana o'sha sizlarga Sanet avtomashinasi birinchi komplektasi. O'sha salonda hozir hisob-kitob qiling, 16 ming, 16,5 ming oshiqroq chiqadi deyapti. 13.800 dollar bo'ladiganimi yoki yana tushib beramizmi aka? Endi ashi bo'ladigan o'zi salondan ham 2,5 ming dollar pashti. Qancha yurdi aka bu? Probeg 25 ming yurgan. Aha. Kraskasi toza, 4 ta yangi yumshoq balon qo'yilgan, chexol polik yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p, Ha, mana yangi yumshoq bo'lib taqib qo'yilgan. 2 ming ham yurgan yo'q balonlari. 2 ming ham yurmadi. Chexoldan taqib qo'ygan ekan aka Chexollar, bunga. poliklar hamma narsa bo'lgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi aka bir tomchi ham kraska yo'q. Bir tomchi ham? Ha. Bu ferada ham yo'q. yo'q hattoki. Hamma yo'q top-toza aka. Ana, bu ekonomishni variant aka. Bilsangiz, 3 tani 2 tani paysada chiqqan. Bu mexanikasi bo'ladi. Gaz qo'ysa ham o'sha 450 kilometr yuribman degan insonlar, mashina insonlar bo'lsa kerak. O'sha havoda yurish xohlaysizlar aka, mana sizlarga. O'sha zo'r variant. 500 dan o'tadi. 500 dan o'tadi? 48 tali balon bilan 500 kilometrdan o'tyapti. Ha, propanda. Propanda. Propani bormi aka buni? Voy, kago 25 kilometr yurdi. Mexanika korobkasi. Baribir kiyadi aka, to'g'risi bu karislar, yaponlar mashinani ishlab qo'yadi, to'g'risi. Bu zo'r 48 tali balon bilan 500 yurayotgan bo'lsa zo'r. Motorlaricha. Propan hidi chiqmadimi aka buni? Yo'q, 1 gram mana o'zi bilan hidi kelsa aytadi-yu. Yo'q. Hidi umuman chiqmadi. Chista Polshani anaqalarini qo'yilgan zapchaslari. Bo'ldi, ma'qul. Harigina. Aka savdosi bo'lyaptimi buni? Bo'p turibdi, ha, kelib so'rab turishibdi. Hech pulga bermayapmiz. Ha, endi savdo qilishga bermadim to'g'risiga. 13,5 ga bermadingiz. O'zi savdosi deyarli pishib qoldi aka. Mana shuncha ekan, to'g'risi. Ha, o'shasi gaplashsa bo'ladi. Xudo xolasa kelish. Aka, nasiyasini nima qilamiz? Kelishaveramiz, muammo yo'q. Haliga telefon ko'ryapsiz-ku? qilishaversin-chi, telefon qilishaversin. Yaxshi odam bo'lsa, gaplashaveramiz. Bo'ldi, ishlaydigan telefon raqamingizni bering aka. 93lik. 93lik 269 269 07 07 raqamiga telefon. Akalar bosinglar, O'zbekiston vaqti bilan qo'ng'iroq qilsanglar, akamizga ham olib kelmaydi. Akalarimiz juda ko'p so'rashadi. Azxon Captiva ideal variantidan kerak menga degan insonlar uchun 2015 3 oldin murdasi polnisti to'g'ri qilib bo'lgan. Sizlar qorasidan bo'ladi. Dalniga bosadiganlar buni juda yaxshi ko'rishadi. O'sha Azxon 3li motordan kerak deysizlar. Xo'p. Mana sizlarga o'sha 3li motor Captiva 3. Propan gazigacha tayyor aka bu. Nechtali propan bo'ladi? 35 dan shunaqa 33 dan 40 dan shunaqa 40 ta. 40 ta bo'lsa kerak. 48 ta tushishi kerak menimcha aka. Xo'p, 4 ta zimniy balolar taqib bo'lgan. Kraskasi qanaqa bo'ladi? Toza? Toza kraska. Kraskasi toza. Yo bismillah. Qancha yurdi ekan bu? 190 ming. 191 ming kilometr yurdi. Test monitorlarga taqib bo'ldi. Saloni xullas aka chiroyli holatda ko'rayotganingizdek. Monitor ham do'stlar originaldan ekan. Climate control. Do'stlar, mana ko'rayotganingizdek avtomat, sidinlar isitib beradi, elektron ruchniklarimiz bor. Plus hamma yog'i cho'tki. Xo'p, narxi Azxon 11.300 dollar barakasiga yana o'tamiz deyapti. Kelishladigan joyi bor. Zafarjon akamiz. Xo'p, propan gazlargacha bor deyapti. Dokument bo'ladi aka? Bo'ladi. Hamma dokument bo'ladi. Xat hujjatdan muammosi yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Muammosi yo'q hujjatlar. Muammo yo'q. Notarsda sanab berishaveradi.
Nima bo'lyapti aka? Bormi og'riq? Ko'ring. Ana sizga zo'r variant. Hozir to'g'risi bu mashinani ham akamiz ancha 12 dan tepada keldilar. Aka, yo'lida qo'yaylik, sotaylik, baraka qiladi. Sen arzon bo'lib, narx qo'yib qo'yaver deydi. Umuman men 300 aka qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa yo'lga yuradigan inson akalar yana gaplashsanglar bo'ladi. Faqat narxgami o'zimiz Naqdga ozginasi bo'lsa kelishamiz. oqsolab qo'yishgan joy bo'lsa, bir ikki oy insonchilik gaplashsa bo'ladi. Murosa qilamiz. Bo'l, telefon raqamingizni berib yuboring. 90lik. 90lik 278 278 0628. 0628 129 ming kilometr yurgan. 2 to'rda bunaqa sostanasi normal sostana hisoblanadi. Xo'p, tayyor premyer qilingan do'stlar, avtomashina cho'tki holatda. Oldingi bozor buni joylagandik. Akamiz hozir ason pul menga sroshniki aytib o'tdim, hovli olganman. Pul o'shatishim kerak uka. O 7.5 obunachilarning telefon qilib bermadim. Mo'ljallanma aytaman Azizbek. 7800 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Ko'rdingmi? Kimga imkoniyat ko'taradi aka? Tayyor premyer qilib bo'lgan. Men sizga mashinaning holatini aytib o'taman. Shumka qilingan, 4 yumshoq bolalar taqib bo'lgan, premyer disklar taqilgan, premyer stoplar qo'yilgan. Xullas, mashina chiroyli holatda aka. Polnisti. Kraska umuman yo'q aka. Mana shu eshik tagida bor. Haligi eshik ochib yuborilgan. Mashinani olib Mana Mana shu eshik ochib yuborilganda. liniyasini mana shu joyda, mana shu joyda Tagida eshik bor. ochilib ketganini hisobiga, mana shu joyga qirilgani hisobiga sochganmiz. Lekin almashmagan deyapti. 4 tala eshigida ham besqilchoy do'stuplari bo'ladi, orqa salonlari hamma yo'g'i akkuratniy holatda turibdi. Qaranglar, imkoniyatingdan ko'ringlar aka. Narxini ham aytib qo'yaman. 78 bo'lsa, aslo olib ketishsin deyapti. Lekin oldingi safar 7.5 ga bermaganman. Uka, hozir muddat yetib kelib berishga deyapti. Michelin yumshoq balolarda. Men shunisiga ham e'tibor olib qo'ying aka, Michelin baloni o'zi ham kami $1000 dan $1.5 gacha. Xo'p. 2 to'r benzinda yurgan avtomashina do'stlar. Bitta propan o'rnatasiz bo'ldi, jonini ovorasiz. Endi metan qo'yib o'rtoqlarimiz ham haydashyapti. 300 kilometr yurib bergan aka metanda 100 talik bo'lganda. 2.5 motor. Zo'r. Xo'p, ko'ring aka, imkoniyatingizni kelib chiqing. Mana akamiz o'zlari, o'zingiz nomingizda aka, xudo xolasa. Generalnidami? Gen beraveraman. Generalda siz genam chiqaveradi. Endi nomingizga o'tkazib oling aka, xudo xolasa. Yo'q, ko'ryapsiz-ku. Muammo yo'q. Oldlarda aka umuman kraska yo'q, a? Yo'q, umuman absolyutno. Shu premyer qilingan xolos. Aha. Telefon raqamingiz-chi? 93lik. Hop, 497 497 57 77. 57-77. Samarqand, Buxoro, uka hamma joydan klient ko'p bo'ldi buni deyapti. Faqat ozginaga kelisha olmaydi deyapti. Ustiga yurib berganiga berasiz aka. Bu yerda ham ustiga yurib bersa yurib beraman. 7.5 ustiga yurib bersa beramiz deyapti. Bosinglar, telefon raqamini aytdik, aloqaga chiqaverasizlar.